Bola, Qo'liqmayjinglar. Tarozda bir chilab chetga qo'yib qo'yursan, qolganini keyin jiysan. Nima deyapsiz, dada? Biz ham eshitdik. Ya, hech narsa deganim yo'q, qizim. Mana ukang kamroq tarozga oqshomlar siyib chiqasan deyapman. Kimi? Ana 4 ta qizdan keyin o'g'il ko'rgan Obidboy siz bo'lasizmi? Ha, nima gap? Men ham 4 ta qizim bor edi. Shu eski birigingizdan bittagina berasman deb keluvdim. Ha, biriklarda hammasi arendaga chiqib ketgan. Hazillashdim. Arim-ku, meni birigimni kiysangiz o'g'ilmas, uzoqqa greboga orttirishingiz mumkin. Xudodan so'rang. Mana shu 500 dollarni olib qo'ying aka. Mana 2 martagina kiyganman, chista qilib aka. Rahmat akajon. Dada, bu prosta rimku. Loqmang. Ha, endi nima deysan, odamlar soddada bolam. Mana 100 dollar sen doling. Ukajon, o'g'ling tug'ilgan kuniga velik olib keldim. Men yaponskiy termiz olib keldim. Aha, biz o'g'limizdan oldin 4 ta qizimiz ham bor edi. Bular tug'ilgan kuniga bitib, shumshayib keladilaringizki. Ha, endi qizlar chiqib ketadi. O'g'illardan qaytadi. Uldi parasati yo'q, qizlar duosi o'q bo'ladi deydi. Uni ham bilasizlar, a? Qizlar ham shu ammalang chappa duo qo'yaringlar-da. Kataklari, gangbozi, to'g'lar kanalab ketsin. Ya, Shoh Sulton bolam muzdek suv ichmang, tavangiz o'rib qoladi. Nima bolam endi? Ya, Shoh Sulton avur ko'tarma bolam, bu kichkina bo'lib qoladi. Ya, Shoh Sulton bolam boshchilan yurma, boshidan suv o'tib ketib qoladi. Ha, dada, bitta sizda o'g'il bor ekanda. Uncha o'g'lingizni avaylaysiz. Voy, asl qizlarim, aslida bundan ko'ra sizlar 11 oy ko'proq yaxshi ko'raman. Endi prosta 4 ta qizni chiqarishni o'zi bo'laman. Erta sal kattarsa yarim rasxotni bo'yniga elaveraman-da. Sen nima qilyapsiz? Ku nafasim qaytib ketdi. Ya, uzr, Dajjal sizmidingiz? Men o Shoh Sultonda ko'ti ochilib qoptimi deb o'ylabman.